Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Zakuzat borayotganda shahardan uncha uzoqda bo'lmagan aniqroq manzili Uch Qahramon postidan 2 kilometr ichkarilikka kirganda parvozda joylashgan 2,5 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoni umumiy kvadraturasi 160 kvadratni tashkil qiladi. Xonalari soni 4 ta. Shundan bittasi zal, 3 tasi yotoqxona, umumiy 3 ta sanuzel bor. Darvozaxonadan bitta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan va hovliga kirganimizda chap tarafimizda yozgi oshxona joylashgan. Uni oldida hovli qismicha hojatxonasi bor. Kichikroq joy, zeleniy zona uchun ajratilgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi bir qavatli shinamgina uy. Aytib o'tganimizdek, umumiy kvadraturasi 160 kvadrat. Narxini videoni boshidan aytib o'taman. Narxi $130,000. Demak, bu joyda paradniy futbolda, hol oshxona, 3 ta yotoqxona joylashgan. Bu joyda kotelning ko'rsatayotgan joyimda va chap tarafda alohida zal. Zalning razmeri uzunasiga 5,5 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Mana shunaqa ko'rinishdagi alohida joylashgan zal. Bu joyda kotelning joylashgan. Suv uchun boiler, двухконтурный котел, расширительный бак. Demak, paradniy xod orqali asosiy binoning ichiga kiramiz. Uyga kirganimizda hol qismi bordi. O'ng tarafimizda hol, demak, to'g'rida 3 ta yotoqxona joylashgan va chap tarafimizda oshxona. Kuxnya, stoloya. Bu joyda oyna romlari ham bor va romlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ikkita funksiyali, ya'ni fortishka sifatida foydalansa ham bo'ladi va yana полноценный ochiladi. Umumiy 3 ta sanuzel bor. Bittasi hovli qismida hojatxona, bu joyda yana bitta yuvinish xonasi vanna o'rnatilgan. Demak, bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ko'rinishi. Bu ikkinchi bolalar yotoqxonasi va uni oldida ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonaning razmeri uzunasiga 4 metr va eniga 3,5 metrda tashkil qiladi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Uch Qahramon postidan 2 kilometr kirganda parvozda joylashgan 2,5 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 160 kvadrat, xonalarning soni 4 ta bo'ldi, sanuzeli 3 ta. Hovlida bitta kattaroq mashina sig'adiganlik joy ajratilgan, demak, so'kil qismlarida toshli ishlatilgan va yer qismiga kafillar qoplangan. Kimga shunaqa shinamgina uy kerak bo'ladigan bo'lsa, narxini aytib o'tdik, $130,000 evaziga ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.